Assalomu alaykum avtolochi kuzatuvchilari. Sotuvimizda 2022-yil avtomat Nexia 3'imiz. Kraskalari top-toza, motorlar ideal, gazlari bor, yangi akkumulyator, to'rtta yumshoq balon, mashina umuman ishi yo'q. Shuni olasiz minas. 95 ming probeg, hali 100 mingga yetmagan, Evakordan polik, barlari bor, holatlari yaxshi turibdi, ichlari приятный saqlangan, registratorlarigacha bor. Qani ichki lapshkalari ham yaxshi turibdi hali. Orqa ko'rinishlarini qarang. Taksovat qilinmagan, qiynab haydalmagan. Hali o'zini radnoy tonirovkalarda turibdi. Mana bunga qilingan bo'lishi mumkin, lekin holatlari juda ham ideal. Gazlari bor, zapaskalar tushmagan, chexollari orqasiga yechib qo'yilgan. Holatlari ideal. Avtolochinga obuna bo'lib turing, men sizga narxini aytaman. Xo'sh, narxi 106 million so'm qilib belgiladik. Yana ham 100,5 so'm sunnatiga o'tib beramiz. Kelib, ko'rib olib ketishlaring mumkin. Bo'lib to'lash xizmati ham bor. 2200-2300 dollar prinsipda nomingizga o'tkazib, oyiga 2800 dan qilsangiz ham bo'ladi. Barter xizmati ham bor. Pastda raqamni qoldiramiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin.